Ertaga ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 17-aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi esa 22-24 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi esa 18-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 18-23 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyati havo biroz bulutli bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi esa 20-25 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi esa 28-33 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechga yaqin yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 21-26 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.